Hammaga assalomu alaykum. Agar sizning telefoningizda internet ishlamayotgan bo'lsa, yoki yangi sim karta qo'ygan bo'lsangiz, unda sizga APN sozlashni to'liq va tezda ko'rsatib beraman. Buning uchun sozlamalarni ochamiz. Mobil tarmoqlar ustiga bosamiz va sozlamoqchi bo'lgan operatorimiz ustiga bosamiz. U yerdan internetga ulanish nuqtalari APN sozlamalar ustiga bosamiz. Ko'rib turganimizdek, hech qanday APN mavjud emas, shuning uchun internetimiz ham ishlamayotgan bo'ladi. Yangi APN yaratish ustiga bosamiz. Nomini kiritamiz. Yangi APN nomiga ham xuddi shunday nom kiritamiz. Va ko'proq tugmasini bosib, saqlash tugmasini bosamiz. Mana internetimiz darhol ishga tushdi. APN o'zi nima? APN bu Access Point Name, ya'ni internetga ulanish operatori nomi hisoblanadi. APNsiz hech qanday internet ishlashi mumkin emas. Shuning uchun APN sozlash tavsiya etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.